Balog'at yoshidagi qizlarga maslahat. Hozir sizlar mensimaydigan bolalar bor-ku, yozda ishlaydigan, borib mashinada, mo'ykada mashina yuvadigan, mors sotadigan, suv sotadigan, ofisantlik qiladigan, somsa bo'lsa ham sotib o'zini tirikchiligini qilib pulini topib ota-onasiga og'ri tushmaydigan, sizlar mensimaydigan bolalar bor-ku, ana o'shalar kelajakda idealniy er bo'ladi. Sizlar o'ylayotgan tagida mashinasi bor, og'ziga zubishtika qistirib olgan, eng oxirgi modeldagi telefon, naqib otasini obro'siga yoki o'zini ko'rsatib yuradigan bolalar bo'lmaydi. Ular kelajagi bo'lsa ham ikkita xotin qiladi, yo bo'lmasa ishsiz qolib ketsa, menga bu ish to'g'ri kelmaydi deb shunday yelkasiga o'tirib ola qoladi. Yo'qdan pul topadigan bolalar bor, bilasizlarmi? Katta ishlashni bilmaysizlar, qimir-qimir qilaveradi, pul kelaveradi. Ana o'shunaqalar ideal er bo'ladi. Ertaga ishidan bo'shab qolsa ham, hayotda og'ir vaziyatda bo'lsa ham uyga ikkita nonni ko'tarib kelaveradi. Qayerdan olganini bilmay ham qolasizlar shu sirligidan. O'shaning uchun to'g'ri vыбор qilinglar.